Bismillahirrahmanirrahim. Uyg'ur tibabati ozuqshunoslik ilmiy nuqtai nazarlarining turg'izilishi. Yozma avtori Amir Abduqodir ta'limot. Sharqiy Turkiston Tibbiy universiteti ilmiy jurnali 2014-yillik 5-sondan ilindi. Uyg'ur tibabati ozuqshunoslik ilmiy nuqtai nazarlarining turg'izilishi. Amir Abduqodir ta'limot. Yozma avtori Amir Abduqodir ta'limot. Sharqiy Turkiston Tibbiy universiteti magistr aspiranti. Sharqiy Turkiston Tibbiy universiteti ilmiy jurnali 2014-yil 5-sondan ilindi. Qisqacha mazmuni: maqsad Uyg'ur tibabati ozuqshunoslik ilmining nuqtai nazarlarini turg'izish. Usul: mamlakat ichi sirtida saqlanayotgan Uyg'ur tibabati ozuqshunoslik ilmi va yemak-ichmak bilan davolashga doir 30 parchadan ortiq kitap va yozma hujjatlar umumiylik taqiqlandi va selishtirib analiz qilindi. Natija: Uyg'ur tibabati ozuqshunoslik ilmi davo va ozuqlik manbadash, dori va ozuqlik iltizdash degan ideyani asos qilgan 4 modda bilan ozuqliklar o'rtasidagi munosabatning boshlanish, xiltlar normalligining manba, mizoj taqvimining asos, a'zo sog'lomligining markaz, ruh jonliqligining unum, quvvat faoliyatining natija, af'ol normalligining chiqish, tabiat kuchini oshirishni maqsad, ozuqliklarning moddiy va kayfiyat ta'sirini ahamiyat berish nuqtasi qilgan o'ziga xos nazariy asosga ega ozuqshunoslik ilmiy nuqtai nazaridan tikilgan. 4 bosqichli hazm jarayonini sog'liq va kasalliklar bilan bog'lab, bir butunlik qarashi bo'yicha umumiy badallik ozuqlantirishga e'tibor bergan. Makon, zamon va shaxsning alohidaligiga asosan ozuqlik orqali kutunish, oldini olish va davolash olib borgan. Yakun Uyg'ur tibabati necha ming yillik amaliyot jarayonida yemak-ichmak bilan kutunish haqida mo'l tajribalarni to'plagan va mukammal nazariy sistemani shakllantirgan. Hamda bu vaqtda bir yurish to'g'ri prinsip va usullarni o'tirib qo'yib, mamlakatimizdagi har millat xalqining sog'lomligi va ham uzun umr ko'rish uchun qimmatli yutuqlarni qo'shgan. Ular Uyg'ur xalqining yemak-ichmakka doir mukammal tibbiy nazariya sistemasi va xoslikqa ega kelinkilik tajribalarining natijasidan iborat. Ular Uyg'ur tibabati ozuqlik ul-fan tadqiqoti, ozuqlik tajriba tadqiqoti, kelinki tadqiqoti, shundaqla ozuqlik orqali kutunish, sog'liqni saqlash, kasalliklarning oldini olish va davolash ishlarida yetakchilik rol o'ynaydi. Uyg'ur tibabati ozuqshunoslik ilmi uzun umr ko'rish yo'lidagi muhim halqa bo'lib, uning mazmuni intayin keng ham mo'l. Uningdagi nurg'un prinsip va usullar yuksak ilmiylikka va amaliy ishlatish qimmatiga ega bo'lib, hali ham ulgu olishga arziydi. Uyg'ur tibabati ozuqshunoslik ilmining asosiy nazariyasi Uyg'ur tibabatining yemak-ichmak bilan kutunish va yemak-ichmak bilan davolash usulining tarixga shohid bo'lib qolmasdan, balki yana g'arb tibobatchiligining ozuqshunoslik qarashlariga to'liqlam berish bilan birga g'arb tibobatchiligidagi yangi bayqalmalarni o'zining yetilmasi qilib, texmi yuksalgan ozuqshunoslik sistemasini shakllantirdi. Shundaqla 21-asrdagi ozuqshunoslik ilmining kelgusi taraqqiyot tafakkuriga yangi yuzlanish qo'shidi. Hamda yemak-ichmak bilan davolash ilmiga munosabatlik hozir bor bo'lgan ham kelgusida paydo bo'ladigan masalalarni hal qiladigan yangi vositasi va fursati bo'ladi. Ochqishli so'zlar: Uyg'ur tibabati ozuqshunoslik nuqtai nazar ishlatish. Tarixda intayin uzun davr Sharq bilan G'arb o'rtasidagi qatnash tuguni bo'lgan g'arbiy yurtning yemak-ichmak madaniyati mushu zamonda yashagan qadimki har millat xalqlarining o'zlari yashagan makonlarning jug'rofiyalik muhiti va o'zlarining irsiy etnik sharoitini asos qilib shakllantirgan individuallikqa ega ozuqshunoslik madaniyatini o'z ichiga oladi. Uyg'ur tibabati ozuqshunoslik ilmi Uyg'ur xalqining uzun tarixdan buyongi turmush amaliyoti ham erimchiligi davomida shakllangan. İpek yoluning rivojlanishiga ergishib, Sharq va G'arb madaniyatining javharlarini qabul qilish ham o'zlashtirish orqali o'zini beyitib yuqori saviyaga ko'tarilgan. Ozuqlik orqali kutunish, sog'liqni saqlab, kasalliklarning oldini olish va davolashda foydalanib kelgan. Intayin e'tiborli madaniyati va Uyg'ur xalqining aql-farosatining javhari. İpek yoluning g'arbiy yurt o'zak qilingan madaniyat sahifasida Uyg'ur tibabati. Ozuqshunoslikning tutgan o'rni nihoyat muhim. Mazkur madaniyat Uyg'ur xalqining ozuqshunoslikqa doir mukammal tibbiy nazariya sistemasi va xoslikqa kelinkilik tajribasini tashkil topgan bo'lib, uning barliqqa kelishi va taraqqiyoti intayin uzun tarixiy davrlar bilan chambarchas bog'langan. Uyg'ur tibabati ozuqshunoslik ilmining shakllanishini tarixiy nuqtadan kuzatadigan bo'lsak, u turli madaniyat va urf-odatlar bilan singishib, tarixdan burungi davrda uzuq va davoni bilish asosida ibtidoiy tibobatchilik bilan birga do'st surgan bo'lsa,
tarixiy davrda maxsus ozuqlik turlari barliqqa kelish asosida tadrijiy dastlabki nazariya qurilmasi shakllangan. O'rta asrda maxsus ozuqlik doktori ozuqshunoslarda barliqqa kelish asosida bir qadar yuqori saviyaga yetib, ilmiy nazariy asos tiklangan. Yaqin zamonda tajribalar to'planib, yanada mukammal nazariy sistema turg'izilish asosida mazmuni bekitilgan. Hozirgi davrda ayrim mustaqil fanga ayrilib, oliy ma'arif o'qitish sistemasiga kirgizilgan. Uyg'ur tibobati ozuqshunoslik ilmining bunday ro'shan ham uzun mazgillik taraqqiyot izlanmalari Uyg'ur tibobati ozuqshunoslik ilmining tarixiy manbaga, o'ziga xos ilmiy nuqtai nazarga, mukammal nazariy asosga, mo'l amaliyot tajribasi ega ekanligida qudratli hayot kuchini gavlandirib qolmasdan, balki kasallikning oldini olish va davolash jihatda o'ynagan g'oyat zo'r roli va porloq kelgusini ko'rsatib berdi. Uyg'urlarning yemek-ichmak madaniyati bilan Uyg'ur tibobatining tarixiy taraqqiyot musobaqasini birlashtirib qaraydigan bo'lsak, Uyg'urlarda yemek-ichmak orqali kasal davolash Uyg'ur tibobatining muhim mazmunlaridan biri bo'lib kelgan. Garchi Uyg'ur tibobati ozuqshunosligi Uyg'ur tibobati shakllangan dastlabki davrlarda mustaqil ilm sifatida rivoj etmagan bo'lsa-mu, biroq u kishilarning ozuq ehtiyoji nuqtasidan qaraganda nisbatan uzun tarixni va mo'l mazmunli itni xususiyatni o'zida mujassam qilgan. Uyg'ur tibobati nazariyasining barliqqa kelishi va uning kishilarning sog'lig'ini saqlash, kasalliklarning oldini olish va davolashda qo'llanishi bilan Uyg'ur tibobati ozuqshunoslik ilmi ayni zamondagi Uyg'ur xalqining tabiat dunyosidagi badanga foydali har xil ozuqliklarga bo'lgan tanishini yanada boyitgan ham uni sistemlashtirgan. Shundaqla Uyg'ur tibobatida kasalliklarni davolash usullarining muhim tarkibiy qismiga aylangan. Uyg'ur tibobati ozuqshunoslik ilmi Uyg'ur tibobatining yemak-ichmak nazariyasi va uning ishlatilishini tadqiq qilgan ilm. Uyg'ur tibobati kutnish ilmi, Uyg'ur tibobati sog'liqni saqlash ilmi, Uyg'ur tibobati kasalliklarning oldini olish ilmi, Uyg'ur tibobati kelinki tibbiy ilmi, Uyg'ur tibobati farvish ilmi va Uyg'ur tibobati sog'lomligini asliga keltirish ilmi qatorliq taraflarda muhim rol tutadi. Yaqinqi yillardan beri jamiyat taraqqiyoti va hayotlik ilmi tadqiqotining yukselishiga ergashib, ozuqshunoslik ilmining insonlarning sog'liq va kasallik jihatidagi ahamiyati va qimmati barg'ancha gavdalanmoqda. Jamiyat taraqqiyotining va hozirgi zamon Uyg'ur tibobati tibbiy andisining o'zgarish ehtiyoji Uyg'ur tibobati ozuqshunosligiga doir yuqoridagi har soat tadqiqotlarda Uyg'ur tibobatining ozuqshunoslik an'anasiga varislik qilingan hozirgi zamon ozuqshunoslik tadqiqotlarida yetakchilik rol o'ynay oladigan bir puturlik ega nazariyaning bo'lishini talab qiladi. Shunga Uyg'ur tibobatining ozuqshunoslik jihatidagi yoshirin kuchini qizib, yuqoridagi ehtiyojlarga moslashtirish uchun mamlakat ichki sirtida saqlanayotgan Uyg'ur tibobati ozuqshunoslik ilmi va yemak-ichmak bilan davolashga doir 30 parchadan ortiq qadimki nufuzli asarlar va yozma hujjatlarni umumiylik tahqiqlash, baholash, selishtirish va ularni analiz qilish orqali Uyg'ur tibobati ozuqshunoslik ilmining nazariy asoslarini dastlabki qadamda turg'izib chiqdik. Tövende bunun münasebeti Uyg'ur tibobati ozuqshunoslik ilmining nuqtai nazarlarini o'tirib qo'yib o'tamiz. Birinchi, 4 cho'ng moddadan boshlanish qilgan ozuqlik nuqtai nazari. Uyg'ur turk xalqlarining qadimgi 4 modda qarshi o'ziga xos originallikqa va uzoq tarixga ega. O'rta va Markaziy Osiyoning qadimki insoniyati eng dastlabki tabiat ilohichilik sifatida har xil animizmlik muakkal va namoyandalariga e'tiqod qilgan, keyincha olamni bir qadar birlikka keltirgan qarash bo'yicha izohlashga boshlagan. Bu falsafiy tafakkurning maydonga kelganligini ko'rsatdi. Bu eng qadimki 4 cho'ng modda, ya'ni o't, havo, suv, tuproq qarishining shakllanishini barliqqa keltirgan. Bu qarash Aryan Saq qabilalarining janubga yetkilishi, Skat Saq qabilalarining g'arbga ko'chishi bilan Hindiston va Gertsiya falsafasiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Uyg'ur tibobat ilmining nazariy asoslarimi 4 cho'ng moddadan to'nishdagi umumiy ko'zqarashlardan boshlangan. Darvaqa 4 cho'ng modda jism, xususiyat va kayfiyat jihatda bir-biriga o'xshamasimi, ammo ular rolini joriy qildirishda bir-biriga tayinadi. Bu xil o'xshamaslikning birga mavjud bo'lib turishidan koinotda turli-tuman to'xtovsiz o'zgarishlar bo'lib turadi. İnsanlar tabiat dünyasida 4 cho'ng moddalar bilan bevosita va vositalik munosabat yashaydi. Jumladan ulardan bevosita va vositalik ozuq oladi. Shu vajidan 4 xil xilitlar safra, xon, balg'am, savdomi 4 cho'ng moddalarning inson badanidagi zohiriy vakili bo'lib qoladi. İnsanlarga ehtiyojli barliq ozuqlik manbalari 4 cho'ng moddaga markazlashgan. Yana hayvonlarning yashashi, ko'payishi, o'simliklarning unib chiqishi, o'sishi va pishishimi 4 cho'ng moddalarning ta'siridan aylanmaydi. Yer sharidagi o'xshamagan joylarning jo'grafiyalik sharoiti, jumladan havo klimati, tuproqi va suvi qatorliqlarning hammasi jonliq mavjudotlarning tuzilishi va fiziologiyalik faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi hamda belgilik farq shakllantiradi. Shundaqla jonsiz mavjudotlarning qurilmasidami uzluksiz o'zgarish yasaydi.
To'rt cho'ng modda quvvatlarining bir-biriga ta'sir qilish natijasida mizoj barliqqa keladi va har bir jonliq va jonsiz mavjudotda o'xshamagan darajada namoyon bo'ladi. Yer şarının o'xshash bo'lmagan jo'grafiyalik o'rni va muhitiga mos bo'lgan ozuqlik turlari va ozuqlik sifatlari bo'lib, insonlar tabiat dunyosining o'zgarishiga moslashish zaruriyati bilan o'zlari yoqtirgan makonga intilib, xilma-xil etnik aloqaga ega ozuqlanish odatini shakllantiradi. Uyg'ur to'plari suv, tuproq va havo klimatining o'zgarishi odam badanining moslashish iqtidorini olib ketganda yoki organizmning tangshish iqtidori normalsizlashish sababidan sirtqi muhitga moslasholmaganda mizoj tamponslashib kasallik paydo bo'ladi deb qaragan hamda to'rt faslning o'zgarishi tuproq sharoiti va suv sutiga muvofiq moslashib yemak ichmak turi miqdori va sutini tangshashni tashabbus qilgan. Masalan, to'rt faslga nisbatan aytganda atiyozning ho'l issiq tabiatida qon xiltining mavj urishi kuchaydi. Bu mezgilda qon xiltining haroratini pasaytish uchun so'ngpiyoz, palak, yumg'oq sut, turchoq qatorliq ozuqlarni iste'mol qilish orqali mizoj tamponlashtiriladi. Yaz faslining quruq issiq tabiatida badanning ho'lligi xo'rab, safra xilti ko'paydi. Bu mezgilda issiqlik qaytirib, ho'llik to'liqlig'icha kava, qapoq, yeshil choy, mosh, yesi burchak qatorliq ozuqlarni iste'mol qilish orqali mizoj tamponlashtiriladi. Kuzning quruq sovuqlik tabiatida badanda savdo xilti g'olib bo'ladi. Bu mezgilda quruqlikni yo'qotib, issiqlik yetkazuvchi no'qot, banan, sabza, injir, badam qatorliq ozuqlarni iste'mol qilish orqali mizoj tamponlashtiriladi. Qish faslining ho'l sovuq tabiatida balg'am xilti ko'paydi. Bu mezgilda quruq issiqlik yetkazuvchi modda almashishni kuchaytiruvchi hayvonot va uchar qush go'shtlari, tuxum, asal, yong'oq qatorliq quvvatli ozuqlarni iste'mol qilish orqali mizoj tamponlashtiriladi. O'xshamagan makonlarda yashovchilarning salomatlik ahvolida belgilik farq bo'ladi. Makon o'xshamagan ekan, to'rt cho'ng moddadagi qisman farq tufaylidan ozuqlik qurilmasimi o'xshash bo'lmaydi. Buningda paydo bo'ladigan kasalliklarda qisman farq bo'ladi. Masalan, yerlik kasalliklarga o'xshash. Shunga Uyg'ur tibobatida to'rt cho'ng moddalarning sutiga qarab makon tanlanib, mos holdagi ozuqlik andisida shakllantirilib, saqliq kafolatlantiriladi. Ikkinchi, mizoj tamponligini asos qilgan ozuqlik nuqtai nazari. Tabiat dunyosidagi barliq jonliq va jonsiz mavjudotlarning o'ziga xos mizoji issiq, sovuq, ho'l, quruq, ho'l issiq, ho'l sovuq, quruq issiq, quruq sovuq bo'ladi. Bu xil mizoj to'rt cho'ng moddani davr qilish asosida g'olib o'rindagi modda tarafidan belgilanadi. Insonlar, hayvonotlar, o'simliklar, medellar va ularning har bir qismlari o'xshamagan mizojga ega. Bular har xil vositalar orqali inson badaniga har vaqt o'xshamagan darajada ta'sir ko'rsatib, mizojda nisbiy o'zgarish paydo qiladi. Ammo insonlarning sifatlik farqlariga sababchi bo'lgan ichki omillar to'rt cho'ng moddaning badandagi namoyandasi bo'lib, bu omillar insonlarning tug'um mizojiga vakillik qiladi. Buni biror sun'iy vositalar orqali o'zgartirib bo'lmaydi. Umuman to'rt cho'ng moddaning o'zgarishi odam badanining moslashish iqtidorini olib ketganda yoki organizmning tangshash iqtidori normalsizlanib sirtqi muhitga moslasholmaganda mizoj tamponsizlanib kasallik paydo bo'ladi. Barliq mavjudot mizojga ega. Jumladan inson badani belgilik mizoj va xilit tamponlik asosida sog'lomlikka erisha oladi. To'rt modda va uningga munosib hayvonot, o'simlik va medellarning turli yakka va murakkab mizojlari har xil bevosita va vositalik ta'sirlar orqali inson badanini tuzguchi o'xshamagan mizojga ega har qaysi a'zolar bilan uchrashib, ya undaq ya mundaq mizoj o'zgarishini paydo qiladi. Uyg'ur tibobatining mizoj tamponligini asos qilgan ozuqlik nuqtai nazari o'xshamagan mizojlar orasidagi tamponlikni munosib tarkib va tabiatga ega ozuqlik orqali saqlashni maqsad qiladi. Bu mo'tadil va mo'tadil mizojlar kategoriyasida o'xshamagan ozuqlik tadbirlari orqali oshiriladi. Uyg'ur tibobatida shaxsning jinsi, tabiiy mizoj tipi, o'sib yetilishining har qaysi davrdagi nisbiy mizoj aloyiligi, a'zolar mizoji, o'zi yashayotgan makonning jo'grafiyalik ahvoli va boshqalarga qarab son, sifat va tabiat jihatdan muvofiq bo'lgan yemak-ichmak bilan kutinish tashabbus qilinadi. Sog'liqni saqlash, kasallikning oldini olish, davolash va parvarish ishlarida mos holdagi ozuqliklar orqali mizoj tamponligini asliga keltirish asos qilinadi.
Addeyle umumlaştırıp aytganda, mizaj tangpunluqini asos qilgan ozuqliq nuqtai nazari mizaj nazariyasining yetakchiligida mizaj tipi muvofiq tarkib va tabiatga ega ozuqlarni iste'mol qilish orqali mizajlarning nisbiy tangpunluqini ishga oshirishni tashabbus qiladi. Masalan, quruq issiq mizajli kishilar o'l sovuq tabiatli ozuqlarni, o'l issiq mizajli kishilar quruq sovuq tabiatli ozuqlarni, o'l sovuq mizajli kishilar quruq issiq tabiatli ozuqlarni, quruq sovuq mizajli kishilar o'l issiq tabiatli ozuqlarni asos qilib ozuqlanishi muvofiq deb qaraladi. 3. Xilit normalligini manba qilgan ozuqliq nuqtai nazari. İnsan bedeninde kan, belgam, sapra ve sevdadan ibaret 4 xil xilit bo'ladi. Xilitlarning kelish manbasi 4 cho'ng moddadan bevosita va vositali qabul qilgan turli ozuqlar bo'lib, xilitlar odam iste'mol qilgan ozuqlarni manba qilib, jigarda ishlanish orqali a'zolarga ozuq bo'ladi. Ularning hosil bo'lishi va badanda nisbiy tanqon holatda aylanishida ozuqlar muhim rol o'ynaydi. Ozuqlar tarkibida 4 cho'ng moddaning tarkibi va ta'siri hargiz bir xil nisbatda bo'lmaydi. Yani her bir ozuqliqda ma'lum bir xil moddaning ta'siri boshqa moddalarga qaraganda ortiqroq bo'ladi. Shunga iste'mol qilingan ozuqliqlar tarkibida qaysi xil moddaning ta'siri kuchli bo'lsa, badanda shu xil moddaning tabiati va xususiyatiga mos holda xilit shakllanadi. Shunga iste'mol qilinadigan ozuqliqlarning son va sifat jihatdagi normalligi 4 xilitning son va sifat jihatdagi tangpun bo'lishining asosidir. Ozuqliqlarning son va sifati normal bo'lmasa, xilitlarning son va sifat jihatdan buzilib, badanda har xil kasalliklarni paydo qiladi. Tabiat dunyosidagi barliq mavjudot muayyan tarkib va mizojga ega. Ammo hammasi degida xilitga ega bo'lishi notayin. Hayot inson badani har vaqt xilitga ehtiyojli bo'ladi. U 4 modda va uning hayvonot, o'simlik va madanlarning xilitlarning kelishmasligi qiladi. Bular turli yakka va murakkab tarkib va mizojga ega bo'lib, har xil vositalar bo'libmi ozuqlik yo'llar orqali inson badanini tuzgich o'xshamagan xilitlarga ehtiyojli o'xshamagan mizojga ega har qaysi a'zolar bilan uchrashib, xilitlarda nisbiy o'zgarish paydo qiladi. Uyg'ur tibobatining xilit normalligini asos qilgan ozuqliq nuqtai nazari o'xshash bo'lmagan tarkib va mizojlar bilan o'xshash bo'lmagan xilitlar orasidagi ta'sirning normalligini ozuqliq orqali saqlashni maqsad qiladi. Bu tabiiy va g'ayritabiiy xilitlar kategoriyasida o'xshamagan ozuqliq tadbirlar orqali ishga oshiriladi. Uyg'ur tibobatida shaxsning jinsi, tabiiy xilit tipi, o'sib yetilishining har qaysi davrdagi nisbiy xilit alohidligi, o'zi yashayotgan makonning jo'rafiylik ahvoli ve başkaları qarab son ve sifat jihatdan muvofiq bo'lgan ozuqlar bilan kutlanish tashabbus qilinadi. Saqliqni saqlash, kasalliklarning oldini olish, davolash va parvarishlardimi ozuqlar orqali xilitlar tangpunligini asliga keltirish asos qilinadi. Oddiy umumlashtirib aytganda, xilit normalligini asos qilgan ozuqliq nuqtai nazari xilit nazariyasining yetakchiligida xilit tipi muvofiq tarkib va mizojga ega ozuqlarni iste'mol qilish orqali xilitlarning nisbiy tangpunligini hamda har bir xilitning normal qiymatga ega bo'lishini ishga oshirishni tashabbus qiladi. Masalan, sapra xilitli kishilar o'l sovuq tabiatli ozuqlarni, qon xilitli kishilar quruq sovuq tabiatli ozuqlarni, balg'am xilitli kishilar quruq issiq tabiatli ozuqlarni, savdo xilitli kishilar o'l issiq tabiatli ozuqlarni asos qilib ozuqlanishi muvofiq deb qaraladi. 4. A'zo sog'lomligini markaz qilgan ozuqliq nuqtai nazari. Uyg'ur tibobatida a'zolar qon, balg'am, sapra va savdo xilitlarining quyuq javhariy qismidan hosil bo'lgan ma'lum fiziologiyalik xizmatni bajara oladigan to'qilmalarning birikmasi deb qaraladi. A'zolarning ozuqliqlarga bo'lgan ehtiyoji intayin ro'shan bo'ladi. Har qanday bir a'zo va uning mizojining shakllanishi ozuqliq omilidan ayrilib mavjud bo'lib turolmaydi. A'zolarning ozuqliq ehtiyoji 4 xilitni vosita qilib elib berilsa-mu, ammo har bir a'zo konkret xizmatlarda o'ziga ehtiyojli ma'lum bir xilitning üstünlükte bo'lishini shart qilish orqali munosib ozuqlikka erishadi. Masalan, yurak, jigar, muskul, qon tomir, o'pka, qizlo'ngach, inchik kuchay, uruqdan ko'z qatorliq harakat nisbatan ko'p va modda almish yuqori bo'lgan, belgilik elastikchanlikni talab qiladigan a'zolar umuman kayfiyati ho'l ham issiq bo'lgan qon xilitini vosita qilib ozuqlikka erishadi. A'zolarni shakllantiruvchi xilitlarning yoki a'zolar ehtiyojli bo'lgan ozuqliq tarkiblarining o'xshash bo'lmasligi tufayli har qaysi a'zolarning tuzilishi, xizmati va ularning mizojida ma'lum farqlar bo'ladi. A'zo sog'lomligini markaz qilgan ozuqliq nuqtai nazari a'zolar ta'limotini yetakchi qilib o'xshamagan ozuqliq ehtiyojiga ega. O'xshamagan mizoj va darajadagi a'zolarni munosib tarkib va tabiatga ega ozuqlar orqali sog'lom holatda saqlashni maqsad qiladi. Bu a'zolar mizojini asos qilgan holda boshqaruvchi va g'ayri boshqaruvchi a'zolardan iborat daraja kategoriyasida muvofiq tarkib va tabiatga ega ozuqlarni iste'mol qilish orqali ishga oshiriladi. 5. Ruh jonliqni unum qilgan ozuqliq nuqtai nazari.
Ruh iste'mol qilgan ozuqliklar hazm bo'lgandan keyin paydo bo'lgan xilitlarning intayin uchuvchan latif qismidan hosil bo'lgan gaz xususiyatlik moddiy energiya bo'lib, a'zolar hayotlik faoliyatining tub asosi hisoblanadi. Ruhning ozuqliklar bilan bevosita munosabat yo'qdek bilinsimi, ammo odam badanidagi har xil a'zolarning xizmati ruhning harakatlantirishi ostida amalga oshadi. Uning ustiga barliq quvvatlarning mavjudligi ruh orqali bo'ladi. Ruh quvvatlarining qo'zg'atuvchisi hisoblanadi. Agar ozuqlanishning son sifati muvofiq bo'lmasa, 4 bosqichli hazm jarayoniga ta'sir ko'rsatib, xilitlarning badandagi aylanish va sarf qilinishni to'sqinlikka uchratadi. Buning bilan tabiiy xilitdan shakllangan ruhlar yaxshi shakllanmay, ruh quvvatlarini qo'zg'atish xilitini to'liq joriy qildirolmaydi. Bu xil o'zgarish a'zolarning xizmat faoliyatining to'sqinlikka uchrashini og'irlashtirib, badanda xilma-xil kasalliklarning yuz berishiga sabab bo'ladi. Ruh o'z navbatida yana xilitlar tutgan uzunlik tarkiblarini har qaysi a'zolarning alohidaligi ve ihtiyacı gerekli miqdarda yetkizish rolini o'ynaydi. Ruhning xizmati ojizlasa, a'zolarning tuzilishida ro'shan o'zgarish bo'lmasimi, lekin uning xizmatida masalda ojizlashtirish yuz beradi. Har bir a'zoning tuzilishi, xizmat uchun zarur bo'lgan ruhlar shu a'zoga munosib ozuqliklarning son sifat jihatdan layoqatli bo'lishini shart qilish bilan birga, yana miyani markaz qilgan sezgi harakat ruhi, jigarni markaz qilgan tabiiy ruh, yurakni markaz qilgan hayot ruhi qatorliqlarni roli orqali a'zolarda normal modda alınishini kafolatlantiradi. Ruh xizmatini asos qilgan ozuqlik nuqtai nazari Uyg'ur tibobati ruh ta'limotini yetakchi qilib, o'xshamagan ozuqlik ehtiyojiga ega, o'xshamagan mizoj va darajadagi a'zolarda elib beriladigan ruhlar normalligini munosib ozuqlik va munosib mizoj orqali sog'lom holatda saqlashni maqsad qiladi. Bular xilitlarni vasf qilgan holda sezgir harakat ruhi, tabiiy ruh, hayotlik ruhi qatorliq 3 chong ruh kategoriyasida muvofiq tarkib va tabiatga ega ozuqliklarni iste'mol qilish orqali ishga oshiriladi. Hayotlik ruhining normal bo'lishi, yurakni markaz qilgan har qaysi a'zolarda, sezgir harakat ruhining normal bo'lishi, miya va nervni markaz qilgan har qaysi a'zolarda, tabiiy ruhning normal bo'lishi, jigarni markaz qilgan har qaysi a'zolarda sog'lom holatning shakllanishiga turtki bo'ladi. 6. Quvvat faoliyatini natija qilgan ozuqlik nuqtai nazari. Quvvatlar insonning aqliy va jismoniy harakatlariga sabab bo'luvchi omil bo'lib, quvvatlar xizmatining normal bo'lish bo'lmasligi, ozuqlanishning yaxshi bo'lish bo'lmasligi bilan zich munosabatli. Muvofiq ozuqliklar orqali shakllangan son sifati layoqatli xilitlar quvvatlarning xizmatini ilgari surdi. Quvvatlar o'zidagi tabiiy va g'ayri tabiiy o'zgarishlarni o'ziga munosib a'zolarda af'olni vasf qilish orqali ifodalaydi. Garchi xilitlar a'zolarni shakllantiruvchi tubki omil deb qaralsa-mu, ammo ma'lum a'zo uchun xizmat qiluvchi quvvatlar shu a'zoning tuzilishi, xizmati va mizojini turoqli holatda saqlashda intayin muhim rol o'ynaydi. Xilitlar orqali qabul qilingan ozuqliklar dal quvvatlarning roli orqali tegishli a'zolarga yetib berib, modda almashtirish olib bora oladi. Jumladan, ozuqliklarning badanda so'mirilishi, hazm qilinishi, taqsimlanishi, tutib turilishi va chiqarib tashlanishi qatorliq bir qator jarayonlarda quvvatlarning roli muhim o'rinda turadi. Bir a'zoning tuzilishi, xizmati uchun zarur bo'lgan quvvatlar shu a'zoga munosib ozuqliklarning son sifat jihatdan layoqatli bo'lishini shart qilish bilan birga, yana miyani markaz qilgan mazkur harakat quvvatini, jigarni markaz qilgan tabiiy quvvat, yurakni markaz qilgan hayot quvvati qatorliqlarning roli orqali a'zolarda normal modda alınishini kafolatlantiradi. Quvvatlar xizmatini asos qilgan ozuqlik nuqtai nazari Uyg'ur tibobati quvvat ta'limotini yetakchi qilib, o'xshamagan ozuqlik ehtiyojiga ega, o'xshamagan mizoj va darajadagi a'zolarda elib beriladigan quvvatlar normalligini munosib tabiat va tarkibga ega ozuqliklar orqali ruhni vasf qilib, sog'lom holatda saqlashni maqsad qiladi. Bular xilitlarni vasf qilgan holda ruhning qo'zg'atishi bilan sezgir harakat quvvati, tabiiy quvvat, hayotlik quvvati qatorliq 3 chong quvvatlar kategoriyasida muvofiq tarkib va tabiatga ega ozuqliklarni iste'mol qilish orqali ishga oshiriladi. 7. Af'ol xizmatini chiqish qilgan ozuqlik nuqtai nazari. Af'ol quvvatlarning badandagi harakat faoliyat darajasi bo'lib, u af'oli mufrat va af'oli murakkab deb ikkiga bo'linadi. Mayli af'oli mufrat bo'lsin va mayli af'oli murakkab bo'lsin, ular faqat organizmning sog'liq va kasallik o'zgarish holatini yoki darajasini quvvatlar yordamida ifodalab beradi. A'zolarda bajarilayotgan xizmat birligini turli harakat shakllari orqali ifodalab, sog'liq yoki kasallik to'g'ri baho berishimizni dalil bilan ta'minlab, muvofiq ozuqlik tadbiri turishimizga turtki bo'ladi.
Mundaqça aytganda, af'al odamning yosh-qarilik, urug'-semizlik, er-ayollik farqlarining kasallik va sog'lik bilan bo'lgan munosabatiga qaratildi. Ozuqshunoslik ilmida af'alning bu xil rolidan foydalanib, har qaysi kasallik turi va kishilar to'plariga nisbatan farqli bo'lgan ozuqlanish tadbirlari qo'llanilib, ularning ma'lum xil kasalliklarga giriftor bo'lishining mayliq darajasi tugatildi yoki yo'qotildi. 8. Tabiatni kuchaytirishni maqsad qilgan ozuqlik nuqtai nazari. Tabiat odam badanining butun hayotiy kuchlari va har xil faoliyatlarining normalligini boshqaradigan, ulardan masala chiqsa tuzitib har xil kasalliklarga qarshi turadigan mudofaa roliga ega kuch, ya'ni odam badanidagi tabiiy kuchlarning yig'indisidir. O'xshagan a'zolarning o'xshagan roli va xizmati uchun munosib holdagi o'xshagan ozuqlar kerak bo'ladi. Badanga kerakli ozuqlikning qaysi biri kamlasa, ehtiyojli a'zoda normalsizlik ko'riladi. Buning uchun shu a'zoning iqtidorini asliga keltirishda maxsus ozuqliklar kerak bo'ladi. Bu xil xizmatning bajarilishi uchun badanga tabiatning yordami lozim bo'ladi. Bu yordam har xil ozuqliklar va shifoli dorilarni vositalar orqali oshadi. Tabiat odam badanidagi har xil o'zgarishlarga nihoyat so'zgir bo'lib, biror qanday normalsizlik ko'rilganda uni vaqtida inkos qilib tuzitib turadi. Masalan, odam tuzli tomoqni ko'p iste'mol qilganda, uning ortiq qismini suyuqlik orqali chiqarib tashlash uchun tuzliq sizmi paydo bo'ladi. Bu xil sizmning paydo bo'lishi tabiatning tanishidan bo'ladi. Shunga bu vaqtda suvni ko'p ichsa, badandagi tuz miqdori tangishilib, zarari yo'qoladi. Demak, bu tabiatning badanni kasallikdan qo'llash roli hisoblanadi. Bu jarayonlarmi mohiyatda ozuqliklar yoki shifoliq dorilik ozuqliklarning vaqti bilan ishga oshadi. Shunga Uyg'ur tibbiyotida tabiat bilan ozuqliklarning munosabatiga ko'p ahamiyat beriladi. Davolashdimi bemorning kasallik ahvoliga qarab, bir yurish ozuqlik parhezi buyurilish bilan billa g'izoyi mutlaq, g'izoyi davoiy va g'izoyi turdagi ozuqlar bilan tabiatni asliga keltirish yoki kuchaytirish maqsad qilinadi. 9. 4 bosqichli hazm nuqtai nazari. Uyg'ur tibbiyotida odam badanida elib beriladigan modda almish jarayoni ilgari-keyin 4 bosqichga bo'linib, ayrim-ayrim 4 a'zo, oshqozon, jigar, tomir, a'zoda o'xshagan shaklda elib beriladi. Ular paydo qilgan hosilotlarmi o'xshash bo'lmaydi, deb qaraladi. Birinchi bosqich hazm bu oshqozonda o'rnatilgan bo'lib, bu bosqichda yemekliklar hazm yo'llarida parchalanib, kaylos, tomoq bo'tqisiga aylanadi. Ikkinchi bosqich hazm bu jigarda o'rnatilgan bo'lib, bu bosqichda kaylos bo'tqisi jigarga shimirilib, tabiiy xilitlarga aylanadi. Uchinchi bosqich hazm bu uchay, ko'k va qizil qon tomirlarida o'rnatilgan bo'lib, bu bosqichda tabiiy xilitlar uchay, ko'k va qizil qon tomirlariga o'tib, badanning har qaysi bo'laklariga yetib boradi. 4. bosqich hazm bu to'qilma hujayralarda o'rnatilgan bo'lib, bu bosqichda tabiiy xilitlar hujayralarga o'tib, badanning tarkibiy qismiga aylanadi. Yuqorqi 4 bosqich hazm jarayonining normal tamomlanishi son sifatga loyiq ozuqliklarni oldingi shart qilgan ahvolda o'xshagan rolga ruh va quvvatlarning yordamida o'rnatilgan bo'lib, bu bosqichlar mohiyatda odam iste'mol qilgan ozuqliklarning badandagi umumiy sarfiyotini, bundaqcha aytganda xilitlarning hosil bo'lish va samarib qilinish jarayonini aks ettirib beradi. Hamda ozuqliklarning ishlatilishini muayyan nazariy asos bilan ta'min etadi. Shundaqla ozuqlik ishlatishining vaqt va son sifat o'lchimini turg'izishga asos yaratib beradi. 10. Ozuqliklarning moddiy va kayfiyat ta'siri nuqtai nazari. Qadimgi hukmronlar odam badaniga qabul qilinadigan moddalarni asli tabiat moddalaridan iborat deb qarab, ularning tuvandikidek 3 xil alohidalik ekanligini ko'rsatish orqali badandagi ta'siriga hukm qilgan. Birinchidan, moddaning shakl tuzishi bo'lishi. Ikkinchidan, moddaning kayfiyati, ya'ni issiqlik yoki sovuqlik, quruqlik yoki ho'llik tabiati bo'lishi. Uchinchidan, moddaning sifati, xususiyati bo'lishi kerak. Bularni uning badandagi ta'siriga qarab belgilab bo'ladi. Har qanday modda, jumladan odamlar iste'mol qilgan ozuqliklarmi bu 3 xil alohidalikdan xoli emas. Masalan, anor donasi uning shakli, uni iste'mol qilgandan keyingi sovuqlik tabiati, uning kayfiyati, qon to'liqlash roli uning xususiyati hisoblanadi. Har qanday bir g'izoning badandagi ta'siri uning tarkibi, kayfiyati, tabiati, butunligi, son va sifat qatorliq ko'p xil omillar bilan munosabatli. Ajdodlarimiz uzoq muddatli ozuqlik bilan davolash amaliyoti jarayonida ozuqliklarning organizmga ko'rsatgan ta'siriga asosan ularning xususiyatini belgilab, bu asosda ularning kayfiyat va kayfiyat darajasini ayirib chiqqan. Bu jarayonda ular ba'zi ozuqliklarning organizmga faqat kayfiyat, ya'ni issiqlik, sovuqlik, ho'llik, quruqlik tabiati orqali ta'sir qilganligini, yana ba'zi ozuqliklarning kayfiyat alohidaligiga yot holda ma'lum tuzilish yoki tarkiblar orqali ta'sir berganligini bayqagan.
Ozuqlarning tarkibi qancha murakkab, kayfiyati qaysi darajada bo'lishidan qat'iy nazar, ularning organizmga bo'lgan ta'siri cho'ng jihatdan moddiy ta'sir, kayfiyat ta'sir, bir butun ta'sir, o'rtaq ta'sir, ya'ni moddiy va kayfiyat ta'siri deb uch turga bo'linadi. Tövəndə ozuqlarning 3 xil ta'sir to'g'risida ayrim-ayrim to'xtalamiz. Birinchi, ozuqlarning moddiy ta'siri. Ozuqlarning moddiy ta'siri ozuqlarning kayfiyat ta'siri tabiatining qanday bo'lishidan qat'iy nazar, uni tuzgichi moddiy tarkiblari va ularning alohidaligi bilan organizmga ko'rsatgan ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, tarkibida temir moddasi ko'proq bo'lgan ozuqlarning organizmdagi qon to'plash ta'siri orqali kam qonliq shifoliq unum berishi uning moddiy ta'siri bo'ladi. Ozuqlarning moddiy ta'siri asosiy moddiy ta'sir va qo'shimcha moddiy ta'sirdan iborat ikki turga bo'linadi. Ozuqlarning asosiy moddiy ta'siri bo'lsa, ma'lum xil ozuqni tuzuvchi unumli tarkiblar ichidagi miqdori bir qadar ko'proq bo'lgan yoki ta'siri bir qadar kuchli bo'lgan tarkiblarning organizmga bo'lgan ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, anar suyi pedigen tarkibidagi temir moddasining qon to'plash ta'siri, har xil yangi ko'katlar tarkibidagi vitaminlarning ozuq to'plash ta'siri qatorliqlar. Ozuqlarning qo'shimcha moddiy ta'siri bo'lsa, ma'lum xil yemak-ichmakni suzguchi unumli tarkiblar ichidagi miqdori bir qadar oz bo'lgan yoki ta'siri bir qadar oz bo'lgan tarkiblarning organizmga bo'lgan ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, kala go'shti tarkibidagi cho'ng molekulyarlik oqsil moddasining yal paydo qilish ta'siri, har xil maylar tarkibidagi ishqorliq moddalarning fonini aylantirish va paydo qilish ta'siri, quvvatlovchi tarkiblarning semiritish va qon bosimini o'rnatish ta'siri qatorliqlar. Ozuqlarning moddiy ta'siri mayli asosiy moddiy ta'sir bo'lsin yoki qo'shimcha moddiy ta'sir bo'lsin, u ma'lum sirtqi omilning ta'siriga uchraganda o'zgarib kuchaydi yoki ojizlaydi. Hatto unumini butunlay yo'qotadi. Ozuqlarning moddiy ta'siridagi bu xil alohidlikdan foydalanib, davolashning amaliy ehtiyojiga asosan uni muvofiq loyihalashtirish, pishiqlab ishlash mashg'ulotlari orqali ba'zi ta'sirlarni kuchaytirib yoki ojizlashtirib va yoki yo'qotib, uning badanga bo'lgan qo'shimcha nachar ta'sirlardan saqlaniladi. Ikkinchi, ozuqlarning kayfiyat ta'siri. Ozuqlarning kayfiyat ta'siri ma'lum xil ozuqning o'zida ustunlikni egallagan kayfiyat alohidatiga ega organizmga ko'rsatgan ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, ma'lum xil ozuqning o'l sovuq kayfiyati bilan paylarni bo'shashtirishi, organizmning ittirish quvvatini kuchaytirishi, hatto ich surish ta'sirini berishi uning kayfiyat ta'siri bo'ladi. Ozuqlarning kayfiyat ta'siri ozuqlarning badanga ko'rsatgan moddasiz holat o'zgarishi, badanning tarkibiy qismiga aylanmaydigan tabiat tarafidan belgilanadi. Ya'ni iste'mol qilgandan keyin badanning haroratini yuqori ko'tarib, qon aylanishini tezlatadigan ozuqlar issiq tabiatlik ozuqlar deyiladi. Masalan, yog'. Aksicha badanning haroratini tuvallatib, suydik haydaydigan ozuqlar sovuq tabiatlik ozuqlar deyiladi. Masalan, tavus. Texmi inchiki turga ayirganda iste'mol qilingandan keyin badanning haroratini yuqori ko'tarib, qon aylanishini tezlatish bilan birga ig'izni quritib, ussizlik paydo qilgan ozuqlar quruq issiq tabiatlik ozuqlar deyiladi. Masalan, yong'oq, xurmo. Badanni qizitish bilan birga o'llikni ko'paytiradigan, sho'lgay paydo qiladigan ozuqlar o'l issiq tabiatlik ozuqlar deyiladi. Masalan, uzum, anjir. Qizitma qaytaradigan, ig'izni quritib, ussizlik paydo qiladigan ozuqlar quruq issiq tabiatlik ozuqlar deyiladi. Masalan, aynola, qora o'rik qatorliqlar. Harorat va ussizlik pasayishi bilan birga sho'lgay paydo qiladigan ozuqlar o'l sovuq tabiatlik ozuqlar deyiladi. Masalan, tarxamak, qapoq. Badanga bo'lgan ta'siri yuqoriqilar oralig'ida bo'ladigan yoki hech qanday o'zgarish paydo qilmaydigan ozuqlar mo'tadil tabiatlik ozuqlar deyiladi. Masalan, bug'doy, chilan. Ozuqlarning kayfiyat ta'siri dastlabki kayfiyat ta'siri va keyingi kayfiyat ta'siri deb ikki turga bo'linadi. Ozuqlarning dastlabki kayfiyat ta'siri bo'lsa, ozuqlarning tabiiy holatdagi ustunlikni egallagan kayfiyat orqali organizmga ko'rsatgan ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, turli xom va pishiq mevalar. Bu xil kayfiyat ta'sirining turoqli va mutlaq o'zgarishi nisbiy bo'ladi. Ozuqlarning kayfiyat ta'siridagi bu xil alohidlikdan foydalanib, davolashning amaliy ehtiyojiga asosan uni kuchaytirib yoki ojizlashtirib ishlatishga bo'ladi. Ozuqlarning keyingi kayfiyat ta'siri bo'lsa, davolash ehtiyojiga asosan ozuq ustida elib berilgan loyihalashtirish va pishiqlab ishlash mashg'ulotlaridan keyingi shakllangan yangi kayfiyat alohidaligi orqali organizmga ko'rsatadigan ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, turli murabbo shirinlar, shifoliq ozuqlar. Bu xil kayfiyat ta'sirining o'zgarishi mutlaq, turoqligi nisbiy bo'ladi. Ozuqlarning kayfiyat ta'siridagi bu xil alohidlikdan foydalanib, davolashning amaliy ehtiyojiga asosan uni kuchaytirib yoki ojizlashtirib ishlatishga bo'ladi.
Ozuqliqlarning kayfiyat ta'siri mayli dastlabki kayfiyat ta'siri bo'lsin yoki keyingi kayfiyat ta'siri bo'lsin, uningdan unumli foydalanishning ozuqliq bilan davolashga roli va ahamiyati nihoyatda cho'ng. Masalan, kilinikada moddasiz mizoj bo'lish xarakterli kasalliklarni davolashda ozuqliqlarning organizmga bo'lgan kayfiyat ta'sirini davolashga muhim tutib qilib, g'ayri-tabiiy mizojiga qarata qarim-qarshi kayfiyatdagi ozuqliqlar bilan tangshash elib beriladi. Undaq bo'lmaganda har qanday kuchli ta'sirga ega qimmatbaho ozuqliqlar yoki dorilarni ishlatgan bilanmi davolashda yanada ko'zlagan unumga erishgili bo'lmaydi. O'xshamagan ozuqliqlarning badanda paydo qilgan kayfiyat ta'sirining kuchli ojizligi o'xshab bo'lmaydi. Ozuqliqlar kayfiyat ta'sirining kuchli ojizligiga asosan mo'tadil birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi darajada va birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi darajaning avvalida yoki birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi darajaning oxirida degandek darajalarga bo'linadi. Ozuqliqlarning badanga bo'lgan kayfiyat ta'sirining ojiz yoki kuchli bo'lishiga qarab, daraja sonimi eng kichik qimmatdan eng chong qimmatga qarab bekitiladi. Kayfiyat ta'siri eng ojiz bo'lgan ozuqliqlar eng kichik daraja son bilan ifodalanadi. Tabiat darajasining kuchayishiga ergashib, daraja soni masalliy cho'ngaytiriladi. Ma'lum bir xil ozuqliq iste'mol qilgan dastlabki vaqtda bir xil ta'sir paydo qilib, oxirida, ya'ni hazm qilgandan keyin yana bir xil ta'sir paydo qilsa, oxirida paydo qilgan kayfiyati shu xil ozuqliqning asli kayfiyati hisoblanadi. Chunki dastlabki ta'sirdan paydo bo'lgan kayfiyat vaqtliq ta'sir ko'rsatadi, ammo oxirgi ta'sirdan paydo bo'lgan kayfiyat badanda uzungacha turadi. İste'mol qilgan ozuqliqning badanga ko'rsatgan moddiy va kayfiyat ta'sirining kuchli ojizligiga nisbatan agar iste'mol qilgan ozuqliq ruh, nerv sistemasiga ta'sir qilish bilan cheklansa, u birinchi darajada ta'sir qilgan ozuqliq deyiladi. Masalan, homila, injir, odam. Agar ozuqliqning ta'siri ruh, nerv sistemasiga ta'sir qilishdan olqib, xilit va ruhlarga ta'sir qilsa, ikkinchi darajada ta'sir qilgan ozuqliq deyiladi. Masalan, yumg'oq sut, chingsak. Ozuqliqning ta'siri yuqorqi uchidan boshqa yana ilgarilagan holda rutubati soniya, jigarda elib berilgan ikkinchi hazmga ta'sir qilsa, u uchinchi darajada ta'sir qilgan ozuqliq deyiladi. Masalan, limon suyi, sharob, qiza. Ozuqliq butun badanga umumiylik ta'sir qilsa, u 4-darajada ta'sir qilgan ozuqliq deyiladi. Masalan, qizil qicha. Badanda hech qanday o'zgarish paydo qilmay shimirilsa, u mo'tadil ozuqliq deyiladi. Masalan, bug'doy. 3. Ozuqliqlarning bir butun o'rtaq ta'siri. Ozuqliq bilan davolash amaliyotida ozuqliqlarning organizmga bo'lgan kayfiyat ta'siri bilan moddiy ta'siri o'rtaq ko'rilish ahvoli ko'p uchraydi. Masalan, oshqozon tuvanlab ketish kasalligiga oshqozonni tutqich taramushlarini chang'itish maqsadida kayfiyat ta'sirini asos qilib ishlatilgan quruq issiq yoki quruq sovuq tabiatdagi ozuqliqlar badanga yuqori ta'sirini berish bilan birga yana a'zolarni quvvatlash ta'sirini ko'rsatadi. Buningda oldinqisi dorining kayfiyat ta'siriga, keyingisi moddiy ta'sirga da'vo bo'ladi. Shunga ozuqliq bilan davolashning amaliy ehtiyoji asosan ozuqliqlarning qaysi xil ta'siriga ehtiyoj ko'p bo'lsa, uning qarta yemak-ichmak ustida muvofiq bo'lgan loyihalashtirish yoki pishiqlab ishlash mashg'ulotlarini elib berish orqali uning lozimli ta'sirini saqlab qolish yoki kuchaytirish yoki ojizlashtirish va yoki ziynini yo'qotib iste'mol qilish kerak. Moddiy va kayfiyat ta'sirining har ikkilisiga teng ehtiyoj tug'ilsa, yana yuqorqi mashg'ulotlar orqali uning kayfiyat ta'siri va moddiy ta'sirini birga vaqtda kuchaytirib ishlatishga bo'ladi. Qisqasi, kasalliklarni ozuqliqlar bilan davolash amaliyotida oldi bilan kasallikning tipi, xarakterini aniq ayirib, uni ozuqliqlarning qaysi xil ta'siridan foydalanib davolaganda eng yaxshi unumni qo'lga keltirgili bo'lganligi to'g'risida aniq bilishga bo'lib, ozuqliqlarni shu bo'yicha tanlab, loyihalashtirib, pishiqlab ishlab, ondan davolashga kirishganda ko'zlagan unumga erishgili bo'ladi. Moddasiz mizoz buzilishidan bo'lgan kasalliklarga ozuqliqlarning xos kayfiyat ta'sirini, butunlikning buzilishidan bo'lgan kasalliklarga ozuqliqlarning moddiy ta'sirini, moddaliq mizoj buzilish turdagi kasalliklarga va tarkibiy kasalliklarga ozuqliqlarning moddiy va kayfiyat ta'sirini teng asos qilib, yoki moddiy ta'sirini asos, kayfiyat ta'sirini qo'shimcha qilib davolash ilib borganda ko'rinarli unumga erishgili bo'ladi. Demak, Uyg'ur tibobati necha ming yillik amaliyot jarayonida yemak-ichmak bilan kutinish haqida mo'l tajribalarni to'plagan va mukammal nazariy sistemasi shakllantirgan hamda bu haqda bir yurish to'g'ri prinsip va usullarni o'tirib qo'yib, mamlakatimizga har millat xalqining sog'lomligi va uzun umr ko'rish uchun qimmatli turtkilarni qo'shgan. Uyg'ur tibobati ozuqshunoslik ilmi davo va ozuqlik manbadash, dori va ozuqlik yiltizlash degan ideyani asos qilgan.
Töt modda bilan ozuqliqlar o'rtasidagi munosabatning boshlanish, xilotlar normalligining manba, mizoj tangpunligining asos, a'zo sog'lomligining markaz, ruh jonliqligining unum, quvvat faoliyatining natija, af'al normalligining chiqish, tabiat kuchini oshirishni maqsad, ozuqliqlarning moddiy va kayfiyat ta'sirini ahamiyat berish nuqtasi qilgan o'ziga xos nazariy asosga ozuqshunoslik ilmiy nuqtai nazarini tiklagan. To'rt bosqichliq hazm jarayonini sog'liq va kasalliklar bilan bog'lab, bir butunlik qarashi bo'yicha umumiy badallik ozuqlantirishga e'tibor bergan. Makon, zamon va shaxsning alohidligiga asosan ozuqlik orqali kutish, oldini olish va davolash elib borgan. Bular Uyg'ur xalqining yemak-ichmakka doir mukammal tibbiy nazariya sistemasi va xosligiga kelinkilik tajribalarining natijasidan iborat. Uyg'ur tibobati ozuqshunoslik ilmi uzun umr ko'rish yo'lidagi muhim halqa bo'lib, uning mazmuni intayin keng ham mo'l. Buningdagi nurg'un prinsip va usullar yuksak ilmiylikka va amaliy ishlatish qimmatga ega bo'lib, ilmu ulgu olishga arziydi. Bular Uyg'ur tibobati ozuqlik ulpan tadqiqoti, ozuqlik tajriba tadqiqoti, ozuqlik kelinki tadqiqoti, shundaqla ozuqlik orqali kutinish, sog'liqni saqlash, kasalliklarning oldini olish va davolash ishlarida yetakchilik rol o'ynaydi. Uyg'ur tibobati ozuqshunoslik ilmining asosiy nazariyasi Uyg'ur tibobatining yemak-ichmak bilan kutinish va yemak-ichmak bilan davolash usulining tarixiga shohid bo'lib qolmasdan, balki bugungi kunda g'arb tibobatchiligining ozuqshunoslik qarashlariga to'liqlik berish bilan birga, g'arb tibobatchiligiga yangi bayqalamlarni o'zining vekilimiz qilib, texnik yuksalgan ozuqshunoslik sistemasini shakllantiradi. Shundaqla 21-asrdagi ozuqshunoslik ilmining kelgusi taraqqiyot tafakkuriga yangi yuzlanish qo'shidi hamda yemak-ichmak bilan davolash ilmiga munosabatlik hozir bor bo'lgan ham kelgusida paydo bo'ladigan masalalarni hal qiladigan yangi vositasi va fursati bo'ladi. Hamda kelgusidagi ozuqlik kelinkisi va tajriba tadqiqotlari hamda Uyg'ur tibobatchilik, da'vatgarlik, oliy ma'rif o'qitishlarida yetakchilik rol o'ynaydi. Foydalanmalar qisqartirildi.